Prezidentimiz tomonidan Obod mahalla, Obod xonadon, Obod ko'cha dasturi doirasida tanlovlar e'lon qilinib turib, mana shu bo'yicha nizomlar ham chiqdi. Hozirgi kunda har bitta ko'cha, xonadonlarni obod bo'lishiga odamlarni yana ham qiziqtirib, shu targ'ib qilish maqsadida mana shu tadbir tashkil qilingan. Bugun biz mana shu Obod mahalla, Obod xonadon, Obod ko'cha ko'rik tanlovida qatnashyapman ekan. Mana biz 3 yildan beri 33 millionlik kreditdan ikkita olib, yosh kelin-kuyovlarga o'g'lim bilan kelinim nomiga olib, issiqxona qurdik. Bu issiqxonamizga mavsumda, bir yilga mavsumda 2 marta bodring ko'chati ekib hosil oldik, Xudoga shukr. Mana endi hozir ismaloq ekib qo'yganmiz. Navbatma-navbat ekib boryapmiz. Chunki hozir bittasi tayyor bo'lay deb qoldi. Ikkitasi Xudo xolasa 2 haftada tayyor bo'ladi.